Xalqimiz orasida sariq kasalligi nomi bilan ataluvchi virusli gepatit A qanday xastalik hisoblanadi? Xalqimiz orasida sariq kasalligi nomini olgan bu xastalik bugungi kunda virusli gepatit A deb yuritiladi. Chunki gepatit so'zini yuritilishiga sabab jigarni zararlanishi, jarohatlanishi hisoblanadi. Oldinlari, ilgarilari mana shu sariqlik bilan kechganligi bois buni sariq kasalligi deb nom yuritilgan. Bugungi kunda uning asosiy sababchilari virus bo'lganligi bois virusli gepatit A deb yuritiladi. Nimaga deganda, bundan tashqari bugungi kunda B, C, D, E, F hattoki keyingi yillarda G turlari haqida ham ma'lumotlar mavjud. Bu kasallik asosan bolalarda uchraydigan yuqumli kasallik bo'lib, virus tabiatli bo'lganligi bois asosan oziq-ovqatlar, maishiy muloqot yoki bolalar ayniqsa ko'p chips bo'lib, bola uchraydigan joylarida bularni boshqa o'yinchoqlar, turli boshqa buyumlardan yuqish xavfi yuqori. Boshqa qilib aytganda, bu kasallikni yuqishi notoza qo'llar orqali amalga oshiriladi desa ham bo'ladi. Shuning uchun ham bu kasallikni notoza qo'llar kasalligi ham deb yuritiladi. Bu kasallik aksariyat hollarda bolalarda uchrasa-da, bu kasallik ma'lum bir bosqichlar bilan kechadi. Ya'ni kasallik yuqqanidan keyin uni yashirin davri boshlanadi. Yashirin davr degani virus organizmga tushgan vaqtdan boshlab kasallikni dastlabki birinchisi belgisi paydo bo'lgunigacha bo'lgan davr. Bu bir necha oylarni ham tashkil qilishi mumkin. Kasallik boshlangandan keyin bemorlarda holsizlik, ko'ngil aynishi, qusish va asta-asta yuzda, ayniqsa ko'z sklerasida, terida sarg'ayishlar bilan namoyon bo'ladi. Sarg'ayish kasalligi bilan kasallanish holatlari, ayniqsa bolalar bog'chalari, umuman bolalar bir joyda ko'proq mana shu chips holda bo'ladigan joylarda ko'proq uchraydi. Bu kasallik aksariyat hollarda yengil kechadi, surunkali tus olmaydi, lekin shunga qaramasdan organizmni immun tanqisligi bo'lganda yoki organizmda bolalarda ayniqsa immunologik himoya vazifalari hali unchalik shakllanmaganligi bois bu kasallik og'ir o'tish xavfi ham mavjud.